Doktor Abdurrahim Davlat, amda yuqoridagi so'zingizda siz masalan bu selishtirdingiz millatning hozir millatimizning ichida ya'ni o'zimizni o'zimiz ya'ni tanqidlaydiganlar %70-80 bo'lsa, balkim 10-15% dushmanimizga qarata gap qilganlar bo'lishi kerak. Haqiqatan buni o'sha yaqinqi yillarda texambak ko'p ko'rdik desak bo'ladimi? Bütün ijtimoiy shuurasida tashkilotlar o'rtasida bir-birini hali ham davom qiladigan bu ishlar. Ya'ni amaliyotda yuqorida Odiljon so'zladi yani. Ya'ni dushmanimiz allburun bizni ular deb atrofga istab etib turib, bütün planlarini bu şekilde muomala qildi. Ammo biz o'z ichimizda texcha dushmanni ular deyishning o'rniga ichimizda 80 parchaga bo'linib, ya'ni o'zimizning nimasi kelmasa shu bir millat olsakmı, bir dava üçün hizmet kılatımız desek mi? Yani ula, bizge nispeten ulalar köp hem de içimizde. Bu keserlikle mesela kandan yok düşü mümkün sizce hem de. Biz kaçan ula diyaleyimiz yani. Hemmimizde biz deydiğin haleti kaçan kelimiz yani. Suallarımız bağlanınca ula bitişki başladı. Mürekkep bitişki. Biz onun cevabını çıkargan suallarım da. Ayrım bu kadar ayrılan suallar. Hoş. Ayam Adiljon degan bizlik tushunchasi bir mücadele qiladigan bir millat. Eng dastlabda hozirlashga tegishli bir tushuncha. Siz degan bu savolga qarata meningcha balki bir qadar muvofiq javob Uyg'urlarda o'rtaq bir kimlik inshosi qurilishini boshlash lozim. Chet elda bir Sharq Turkistonlik degan bu kimlik. Çünkü nuqul Uyg'ur degan kimlik biroz kichikib qoldi. Çünkü Uyghur degan kimlik bizning etniklik yıldızımızga vakillik qilsa, Uyghur degan kimlikning siyosiy ma'nosi kuchli emas. Sharq Turkistonlik degan kimlik bir davlatning fuqarosi degan gap. Garchi u davlat og'dirilgan, munqaraz bo'lgan davlat bo'lsa-mu tarixda. Ammo uning siyosiy ma'nosi bor. Hozir Uyg'urlar siyosiy ma'nosi va kimlikka ehtiyoji bor. Etniklik kimlik bizning maqsadimizga yetarli emas. Dini kimligimiz, musulmonligimiz mı Sharq Turkistonlik degan shu kimlikning ichiga kiradi. Çünkü Sharq Turkistonlik musulmonlik. Mushu yo'g'on hemen o'z ichiga olgan bir kimlik tushunchamiz mustahkamlashgan vaqtda bu halqa biz shu tushuncha, shu kimlik tuyg'usidan bir xil faxr his qila olgan vaqtda andan keyin biz Sharq Turkistonliklar bir degan tushuncha asosida shakllanishi mumkin. Bu misol hozir biz ushshaq tushak kimliklar bilan faxrlanib, ko'nglimizni xush qilib yuryapmiz. O'zimizning xo'jalik bo'lganligi, qashqarlik bo'lganligi, g'uljilik bo'lganligi, urumchilik bo'lganligi deganga o'xshash shu yerlik yurt kimliklarimi bizdan hayajonlantirishga yetib eshyapti hozir. Ammo ko'pincha Uyg'ur o'zining Sharq Turkistonlik ekanligidan iborat bu kimlikdan o'zining paloni bir yurtlik ekanligidan kelgan huzurdan bakroq huzurlanmaydi. Biz degan paloniyalik juma degan vaqtda hech bir Uyg'ur biz Sharq Turkistonlik juma deb maqtanmaydi. Cho'qim o'zi tug'ilgan, o'zi yashagan shu yurtini o'ziga shu oldiga chiqarishga tirishadi. Amaliyotda bu bir qarmoqqa yurt kimligimi muhim deganimiz bilan kimlikli degan qatlamliq bo'ldi. Yuqoridan tuvangi bo'ldi. Ba'zi kimliklar nurg'un kimlikni o'z ichiga oladi. Ama yurt kimligi Sharq Turkistonlik kimligini o'z ichiga olmaydi. Sharq Turkistonlik degan kimlik qashqarlik xo'jalikni o'zi. Belki muhim narsa bizning ish harakatimizga qaysi kimlik yetakchilik qilishi lozim degan masala. Agar bizning ish harakatimizga masalan mana xo'jalik kimligi va yetakchilik qilib kelsa, vaqtda balkim Sharq Turkiston manfaatiga munosabatli muhim bir ishda meni xo'jaliklik asabiyatim tutib ketib, ishni chataqlashim mumkin ham. Xo'sh. Yani çünkü kimlikning muhim yeri bu harakatga yetakchilik qilgan narsa. Shunga bizlik tushunchimizning asosi shu kimlikni ziyolilar, o'limalar chet elda maxsus bir qurilish sifatida harakat qilib, yozilgan asarlarda, tabliğida shu umumyuzlik bir ideologiyalik inqilobda bir harakatda buni Uyg'urlarga az cho'qim singdirish lozim. Bu hatto bizning davlat qurishimizdagi cho'qim besib o'tmasak bo'lmaydigan bir qadam deb o'ylayman. Mana bu savolga shuncha javob beraman.